Nima duosi aka? Qanaqa 20 million? Meniki mana shu zapchast sotadi bozorda, to'g'rimi? Hop. Mana shu mashinani egasiga biza polni spiskasini qilib berdik. O't edo qilibdi. Kimgadir olib borgan ekansa 18,5 million, 20 million atrofida bunga narx chiqardik. Nima duosi aka? Qanaqa 20 million? Bu borsa bir 12 million bilan bitagan narsa. Qancha qilib so'raveraymi sizga? Ha, hisoblayvering. Masalan, kapotingiz 1 million 400 ming so'm, krloyingiz 400 ming so'm, bamper sboringiz 1 millionga aylanadi, abitoskalar bilan birga. Yo'q, hozir to'laganimizda bir 8 million pul bo'ldi. Yana 4 million chiqib boring ichiga yoki 12 millionga aylanyapti. Bilmadim qanaqa 20 million so'rab bergan. Ham shunchaki klientlarga har bir maslahat beraman. O'zingizlarni paskayni oladigan do'konimiz bor. Xohlasangiz o'zingiz spiska qilib narxlarni yozdirib beraman desam bir xilda ishonmaydi. Shuni hisobiga meni mashina 10 kundan beri yotibdi. Egasi 20 million deyishdi. O'zi kreditga mo'ljallangan qiynalibdi. Maslahatim yo'q, bank beruvchiga obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'lmasa o'zingizlarni ta'minot do'konimizga kelib, biz bular bilan meni 10 yildan oshiq ishlaymiz. Biz bunaqa yolg'on gapirib, birovni ortiqcha pulni olmaymiz. Shuni bilmaydi. To'g'ri. Shunaqa paytda adashib qolmaslik uchun bizga aloqaga chiqinglar, narx-navolarni chiroyli qilib, original, Xitoy deb narx-navolarni chiroyli qilib beramiz. Ustalik kerak bo'lsa, otokasbga murojaat qilsa ham bo'ladi. Mashinasini juda ham ko'p bo'ladigan do'stlarga jo'natinglar, zapchast ustaxona berish harakat. Muammo yo'q. Sog' bo'lasizlar.